Hi everyone, welcome to iLanguage Training Center video classroom. And today we will learn new concept English Book 1, Lesson 47, A Cup of Coffee. Assalamu alaikum arkadaşlar. Gayet tarbiyalash markazimizning sin darsi keyinlarni qarshilaymiz. Endi bugungi darsda biz biyan o'quv inglizda birinchi qism 47-chi dars, ya'ni Cup of Coffee degan mush darsni o'rganmoqchi. Endi bizniki ta'tillik darslar tufayli bizniki mush oldimizdagi oldin qatim olgan dars bir mezgil to'xtab qoldi. Endi bugundan boshlab normal holatda sizlarniki shu dars o'rganishinglarga sunuladi. Andaqda bugun o'rganmoqchi bo'lgan dars bir qahvaga oid. Nima? Bir stakan qahva. A cup of coffee. Okay, cup of coffee. All right. So, do you know about the coffee? Okay. Savodashlar. Sizlar qahva to'liq nimalarni bilasizlar? Masalan, qahvaning turlarini, shunami? Masalan, boshqalar bilan, do'stlaringlar bilan oshxonalarga kirsanglar yoki qahvaxonalarga kirsanglar, shu qahvaxonalarda ishlatilgan qahvaxonada masalan sotilgan shu qahvaning turlarini bilamsizlar. Odatda black coffee, endi bugungi mush tekst chiqadigan bir so'z bor, black coffee. Endi black deganimiz qora. Coffee qora qahva. Bu xuddi qora choy, qora qahva degandek hamda black coffee odatda nima deysan, shu sut qo'shilmagan qahvani odatda nima deymiz? Black coffee deymiz. Xo'sh, hamsa mushu black coffee degan sap qahva, shunami hech qanday sut bir narsa qatmay shu qirta qolatdiki. Unoqda boshqa qahvalarning turlarini bilamsizlar. Okay, what about the first one? Okay. And the first one degan nima? Cappuccino. All right, cappuccino. And the cappuccino deganimiz asosli nima? Shu qahvaninki biz ilgari bir darsimizda bir qatim so'zlab o'tgan bu qahvaning turlari hamda bu qahvaning farqliligi asos farq nimaga asosan farqlanadi desanglar, shuningga qatilgan sut hamdan shu sutga arqil qaymoq undan keyin shakar, shuning tarkibining o'xshamasligiga asosan shu qahvaning turlari o'xshamaydi. Masalan, cappuccino shunami, buni sut qo'shilgan qahva intayin yaxshi yaxshi qahva cappuccino. Ismi bir xil qanday desam, bir chiroyli cappuccino. Endi bu qahvaning alaylik hamda bu shu rangin tayin chiroyli qushlari, sut ko'pikchilari bor. Masalan, sut ko'pikchilaridan nima desam, chiroyli har xil yurak, urug' har xil shaklli bor. Uni degan nima? Blue Mountain. Okay, blue ko'k, mountain tog'. Endi ko'k tog' qahvasi. Endi bu ko'k tog' qahvasi shu intayin qimmat bo'lgan qahvalarning bir turi bu. Hisobda intayin qimmat bo'lgan qahvalarning kenimsi bir turi. Shuni deymiz Blue Mountain. Okay, Blue Mountain. Okay. Okay, next one is mocha. All right, ko'rinadi bu shaklda. Bu nima desanglar? Mocha. Mocha qahvasi shunami? Bu mocha ko'rinadi bu shaklda. Bu mo'shidan nima desanglar, shu sut ko'pikchilari. Sut ko'pikchilari yozilgan har xil chiroyli qahva. Rengi, onun keyin har xil chocolate bir narsa qattigan. Onun keyin nima? Latte. Okay, latte. Endi bu latte-chi? Latte nima? Ichishlik, shaxsan men xil omroq bu xil tipdagi qahvaga. Nima? Latte. Latte. Demak, hamda mushu qahvalarni qanday qilamiz? Like. Okay. Endi yana bir bugungi birinchi so'z nima ekan? Like. Demak, omroq, yaxshi ko'rmak. O'qib qo'yinglar, like. Oxirgi i'ni talaffuz qilmaymiz. Likey emas, nima? Like. Like. Masalan, like something. Okay, ma'lum narsaga qanday qilmoq, omroq bo'lmoq degan gap. Ma'lum narsaga omroq bo'lmoq. Undan keyin hamda men like to do something bilan like doing something. Ma'ushki so'z, ma'ushki phrase, so'z berikmizga qarab baqsaq, bularning azroq farqi bor arkadaşlar. Endi mishada like to do something deganimiz ma'lum bir ish qilishni qanday qilmoq, xohlamoq, yaxshi ko'rmak degan gap. Endi like doing something degan nima? Ma'lum bir ish qilishga amroq. Demakchi, bir odatlanib bo'lgan bir ishni ko'rsatadi. Masalan,
I like to study English. Hamda I like to study English bo'lsa nima desanlar? Meni bek ingliz tili o'rgangim bor. Shunama shu bir ish qilishni hozir ben xohlayman, shuningga yaxshi ko'raman, amroq degan gap. I like to study English. Demak, mening ingliz tili qanday qilgim bor, o'rgangim bor. O'rgangim bor. And I like studying English bo'lsa, men ingliz tilini o'rganishga amroq. Demek hamda ingliz tili o'rganishga demakchi, o'sha ingliz tili o'rganish sizningki bir odatingiz degan gap. Ham demakchi, shunday bir odat xarakterli ishlarni deganda nima desanlar? I like doing something deymiz. Masalan, I like playing football. Men futbol o'ynashga amroq. Demak, hamda futbol o'ynash sizningki nima desangiz, odatingiz. Hamda turiblar, "Voy, mening futbol o'ynagim kelyapti ya." Shuning amroqligim tutadi demakchi, bunda qiyg'im bor. Mani qipaqam kiyapti deb qo'yimizga, shu I like to. Masalan, I like to play football. Nima ish qilsangiz, futbol o'ynaymanki. Masalan, oshxonaga kirib, nima ichsiz desam, I like to drink, yoki I like to have latte. Shunami? Men shu latte qanday qilib ichgan bor. Because I like drinking, yoki I like having latte. Demak hamda shu latte ichish sizningki odatingiz. Demak, I like having cappuccino. Okay? Mening cappuccino qanday qilgan bor? Demak, demak sizning odatingiz shunami? Demak hamda like doing something, bir odat xarakterli ishlarni, masalan, shunga amroq. Demak, shu ishni qilish sizning odatingiz shunami? And I like to do something bo'lsa, bu sizlarningki like to do something. Odatda bu mushu ishni qanday qilmoq amroq. Masalan, I like English. Okay. Do you like English? Okay. I like English. Nima? Ne ingliz tili amroq? Do you like English? Savol shakli. Siz ingliz tili amroqmi degan gap. Okay. Oldingi sinfda bir savoldash masalan bu to'ldiruvchi deganni misolga olib tushuntirmadi. I love you desam, do you love me deydi-chi. Shuna bilan bola paraqani kulib ketdi-chi, qizchaqda. Do you love me dedi. Okay. Demak hamda misha I love, like degan amroq yaxshi ko'rmak shundami? Love degan so'ymak shundami? Uni nima aytdi? Chunqur yaxshi ko'rish. Yaxshi ko'rish. Like ya'ni nima? Love. Oh right. Ham qaranglar mana ushki jumlama. Oshpaz nim debdi? Debdiki I like to cook. I like to cook. And I like cooking. Demak, I like to cook. Demakchi mening tamoq etishga amroq. Mening tamoq etgim bor. Shunami? I like cooking. Men tamoq etishga amroq. Demakchi tamoq etishga amroqligi qana oniki odati. Endi bir savolga aylangan nimada bo'ldi? Do you like to cook? Siz tamoq etishga amroqmi yoki tamoq etgingiz bormi? Demak, shu vaqtda shunda qiyg'ingiz bormi? And do you like cooking bo'lsa, siz tamoq etishni yaxshi ko'ramisiz? Demak, tamoq etishdan iborat bir ish, uningki odati. Demak, shunda qish sizning odatingiz bor.